Qizim, robot. Tushundingmi? Savoling bo'lsa ber, qizim. Mana shu mutaxassislar, shular mutaxassis bo'ladi, qizim. Tushundingmi? Yur. Tamam. Yur qizim, yana ko'ramiz. Mana qara. Bular bu kamera qizim. Kichkina samolyotchilar. Yur qizim, dalish. Yur. Ko'rdingmi? Bu vertolyot. Ko'rdingmi? Bizda ishlab chiqariladi, qizim. Avsa ko'rdingmi? Bizda ishlab chiqariladi. Ke qizim. Ke. Ha, qizim, ko'ryapti. Ko'rdingmi? Ko'rding? Mana shundan anaqa robot yasaydi, qizim, mana shular, mana shu bu chip bu, to'g'ri. Yur. Yur qizim, dars ko'raylik, oz yopilib qoladi. Yur. Yur, yana ko'raylik. Ana robot yana. Ha. Yur robot. Mana qara, mana robot. Qizim, mana robot. Hech narsaga tegma. Bossang buziladi. Tegmagan, xo'p? Ko'rdingmi? Mana shunaqa robot. Mana shu kichkina bolalar yasaydi sandaka. Qizim? Ko'rdingmi? Yur. Mana qizim. Mana bolalar qiziqyapti, ko'rdingmi? Ana robotlar qizim. İşte oldingi balonda burilyapti. Bu joyda buriladi. Mana bu ikkita balonni ikkita ballonni Qiziq, sen savol ber qizim, mana shu odamlarga. Ichingda ushlab turma. Mana buni yoqasiz, bu bilan buni yoqasiz. Qanaqa savollaring bor? Savollaring yo'qmi? Bo'pti, yur, yana dars ko'ramiz. Nereden başlayıp getirdin? Bu aqlli uymi deyman, ha, aka? Problema anamda. Молодец. Datchiklar. Ko'rdingmi? Yur ket. Mana robot qizim, mana robot. Mana shu qimirlaydimi? Здрасте. Можно это движется? Я просто дочку хочу этот. Он не двигается. Не движется, да? Зарядки сели у всех. Ага, ну понятно. Да, вот это Shuni mana qara qizim, ana robot. Qara. Ko'rdingmi mana qizim, ey, mana bu qara, mana bunaqa Anton buyruq beradi, qara. Mana shundan buyruq beradi. Bu robot oladi, qara. Mana bo'pti. Faqat sen uzoqroq turasan, tegib ketsin. Butunmi, butun emasmi tekshiryapti qizim. Mana, butun ekan. Hozir buni olib ustiga qo'y. Mana. Siz necha yilda mana shunaqa narsani o'rgandingiz? Bir gapirib bering. Universitetda o'qidim men. Universitetda o'qidingiz, a? Mexatronika sohasida o'qidim. Ko'rding? Bu ham o'rgansa bo'ladimi? Bu hozir arifmetikani, mental arifmetikani o'rgan. Bizda kurslar ham bor. Mashqlarni o'rgatadigan. Kurslar bor? Kurslar bor, albatta kurslarimiz bor. Asos bo'ladi bittasi yozdan boshlanadi. Yozdan boshlanadi. Shuni. Men olsam bo'ladimi bittalik? Mana qizim, Летом как ko'rding? раз курс открывается. O'zbekcha bor-a? O'zbekcha hozir yo'q. O'zbekcha qilsanglar yaxshi bo'lardi. Chunki o'zbekcha bo'lsa yaxshi bo'lardi.
Узбекская группа должно быть, все равно. Мы пытаемся хорошего учителя найти не можем. Если будет, то вот. Понятно. Ладно, спасибо. Rahmat. Okay. Yur qizim. Mana anaqa moshinchalar bor qizim, bu ham robotlar, to'g'rimi, aka? Konstruktorlar o'sha yig'ish uchun moslangan. Ko'rdingmi, yig'ilgan hammasi. Noldan o'zi yig'ib, ular simlarni to'g'rilab narsa bo'ladi. Sochilgan holatda bo'ladi. Hammasi nol holatda bu holatga keladi. Mana, Bu ko'rdingmi qizim? Sochilgan holatda shu holatga yig'sa bo'ladi. O'zi dasturlab, o'zi yuradigan qilib moslasa bo'ladi. Tushunarli. Men bu qizimga bir motivatsiya berish uchun, o'rganish uchun nima deya olasiz hozir qizimga? Hozir yosh. Siz hamma narsalarni yasab, o'zingiz qilsangiz, ancha narsani o'rganasiz. Ko'rdingmi qizim? Ha, eshityapsan? O'zingiz narsa Diqqat. yasasangiz, o'zingiz xohlagan narsani bemalol yasasangiz. Tushunarli. Bering yana bitta mana shuni izdan. Mana Bash. ko'z ojizlar uchun klaviatura. Ham ko'z ko'rmaydiganlarga, qizim, ko'zi ko'rmaydiganlarga. Kombinatsiya qilib kompyuterga yozsa bo'ladi. Ikkitasini bossa, uchtasini bossa, har chiqadi. Ana qizim, ko'rdingmi? Shunaqa narsalar yaratilgan bu. Shunaqa qilib ko'zi ojiz insonlar ham bemalol kompyuterdan foydalansa. Tushundingmi qizim? Mana. Mana shunaqa narsalar men okaga o'xshab, mana shunday narsalarni ixtiro qilishni boshlaysan. Bo'ldi, mana shuni bitta oldiga. Bu sotiladimi, sotilmaydimi? Bu sotiladigan komplektatsiya, ichida unaqa instruksiyalar ham chiqadi. Bo'ldi. O'rgatish videolari ham kanallarimizda bo'ladi. Ulanishlari, hammasining ichida nimalar bo'lishi Tushunarli. bu. Tushunarli. Bu Avtorli emasda. buchi bu, anaqa bukletmi bu? Shunda Bu o'sha bir xil hamma narsa mana. mana shuni ham bitta oldik. Armon bo'lmasin, aka. Rahmat. Sog' bo'ling. Yur qizim. Mana bunaqa mashinalar, mana bunaqa narsa o'ynaysan. Ve bir tarix berib ketding mana shu qizimga. Qani qizim eshit. Biz davlat transport universitetimiz asosan bu ko'rgazmamizda hozir bu talabalar tomonidan yig'ilgan, ya'ni bizlarning imzo korxona tashkilot bilan hamkorligimiz bor. Ya'ni bularni bular olib kelib berishadi, bizning talabalarimiz tomonidan bular yig'iladi. Ya'ni bular dasturiy ta'minoti, bular asosida uslubiy qo'llanmalar ham ishlab chiqilgan. Hozir bu robotimizni misol uchun kuchuksimon shaklda harakatlantirib qo'ygan. Misol uchun hozir ishlatsa bo'ladi. Bu robotimiz bemalol misol kuchukcha qilingan. Agar misol uchun bularda biror boshqa idea bo'lsa, o'shanaqa ideada qilsa bo'ladi. Ya'ni bular boshlang'ich hozir Legolardan boshlang'ich bo'ladi. Keyin manipulyatsiya, ya'ni oliy ta'lim. O'sha nimada bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Agar bu oddiy nimalardan keyin yuqori bosqichga o'rganilsa, bemalol o'zlari nima desam, o'zini egasiga qarab boshqa bir mashina yoki yangilik qilsa bo'ladi, innovatsiya qilish mumkin bemalol. Tushunarli. O'zingiz tanishtirib o'tiring. Men Sultanov Behriddin Ulug'bek o'g'li Toshkent davlat transport universitetida elektrotexnika kafedrasi talabasiman. Ha, молодец. Mana bitta ishlatib bering, aka, qiyin bo'lmasa. Agar zaryadi, agar joyda bo'lsa, agar mumkin bo'lsa. Joyda. Ishlatsa bo'ladi. Ishlatamidimi? Mana buni ishlatib bersin. Ha, bittasini ishlatib bersalar bo'ldi bundan. Ko'rsatib. Men bu yosh men bu qizimga ko'rsatmoqchiman-da, shunga. Qiziqishga olib keldim, aka. Ha, yo'q, bemalol. Yerga qo'yib yoqdim. Mana qizim, qara. Ko'rdingmi qizim? Молодец. Mana shu yosh avlodga nima deb motivatsiya berishingiz mumkin? Mana shu sizdan o'zingizdan kichkina bolalarga shu Bizlar ukalarimiz endi hozirdan yaxshi o'qisalar, o'zini bilimlarini mukammal qilsa, ko'proq innovatsiyaga qiziqishlari bo'lsa, ko'proq til bilsalar, kelajakni yaxshi qiladi. Tushundingmi qizim? O'zlari uchun qiziqish bo'ladi, intilish. Agar ular tilni bilsa, ertaga boshqa bir davlatlarga chiqqanda ham bemalol qiyinchiliksiz bemalol muloqot qiladi, ularning texnologiyasini O'zbekistonga olib kelib, bizlarda qo'llasa, misol O'zbekistonda ham bu yangilik. Tushundingmi qizim? Ko'rdingmi? Aka, katta aka nimalar qildilar? San ham o'zing shunaqa narsa ixtiro qilishing mumkin. O'sha dasturiy ta'minot asosida misol uchun harakatlanyapti. Ya'ni kod yozilgan. Kod yozilgan sababda keyin mana kuychalar bor, kuychasi orqali harakatlanib bemalol ma'lum bir vazifani bajaradi. Молодец.
Ana joningiz sog' bo'lsin. Xizmatdan charchamang. Rahmat. Sog' bo'linglar, ishinglarga rivoj. Ketdik qizim. Yur endi, dalish. Ko'rdingmi qizim? Hafsa qizim ko'rdingmi? Ha, o'zing buni ol. Yur. Endi bo'ldi, men ishimga boray endi. Yur. Yur qizim. Yur mantiqa. Shunda qiz ushlab ana qilib ko'rsa. Yangi qo'ydik biz. U akamonga protokol bitta ushlaydi. Qochadigan joy emas. Ana tushundingmi, ana ko'rdingmi? Bitta ushlani. Bittaning bir motivatsiya beradigan bir yoshlarga qanaqa motivatsiya berasiz? Yaxshi gapingizni ayamang. Ha, qizimga. Qizim eshit. Mana shu qurolli kuchlarni bir O'zbekiston qurolli kuchlarining bir xodimi. Tushundingmi? Qani qizim? O'zbekistonga qanaqa xizmat qilishi bir ayting. Ha? Qiziqadi bu ham, qiziqadi. Endi siz aytsangiz qiziqadi bir shunaqa bir. Mana siz gapiring. Qani qizim? O'zbekistonimiz qurolli kuchlarida asosiy bo'lmada tushunib ko'ring. Mard o'g'lonlar haqiqiy yurakda bir shijoati bor, vatanimizni himoya qilaman degan vatanparvar bolalar mana shu qurollarni ko'tarib, mana o'g'illik ko'rdingizmi? Shu qurollarni ko'tarib chegaraga uxlamaydi. Uxlamaydi. Sizlar tinch uxlashingiz uchun o'sha odamlarimiz uxlamay, sizlarni himoya qiladi. Sizlar qaysi sohada bo'lishini qatnashda yurtimizga foydasi tegadigan tibbiyot sohasida bo'ladi, ta'lim sohasida bo'ladi. Yurtimizga foydasi tegadigan qiz bo'ladi. Vatanparvar bo'ladi. Kelajakda mana shu Malaz, rahmatda. Yana nimani o'rgan? Ko'rgisiz. Nimaga qiziqasiz meni? Qizim, Ayting. Ana kinolarda bunaqa narsalar ko'rasizmi? O'tadi-ku, ko'rganmisiz? Bangaldesh. Tushunib ko'ring. Ochma lekin. Ko'rdingizmi? Zo'rmikin? Malades. Ana rahmatda endi qizim. Malades. Ha, rahmat sog' bo'linglar. Rahmat. Ketdik. Qizim ko'rdingmi? Ha? Ana bugungi xudo xolasa sarguzashtimiz tugadi. Ana Zakovat Arena. Mana. Salom deb qo'y. Shular ko'rdik deb. Men senga yoqdimi? Yoqdimi? Shunaqa kelajakda shunaqa qiz bo'lasan, shunaqa narsalarni erishsang, shu bilimlarga erishsang, shu o'zingga bir plus bo'ladi, qizim.